Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylari obunachilari. Bugun biz Ishtixon shahri, xo'p, G'ofur G'ulom mahallasi Charos to'yxonasining mana yonboshi bilan kirib kelishdi. Uncha 50 metr masofa bilan kirib kelasizlar. Tayyor xonadon, ya'ni juda ham bir tayyor xonadonimizni video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Ayni kunlarda 3 xonalik domlarimiz juda ham bir qimmat 35 ming, 33 ming, 34 ming degan holatlarda sizlarga kelishilgan variantda chiroyli bitta xonadonimizda, deyarli tayyor xonadonimizda videosini e'tiboringizga havola qilamiz. Juda ham ko'pchilik so'rashadi, Shodiyor Baxtiyorovich, misol 3 xonalik domlarimiz necha pul, puli qancha bo'lyapti deganlar uchun 3 xonalik domlarimizni 35 ming, 34 ming dollar deyishyapti. Misol uchun kredit, davlat o'sha krediti asosida berilgan, kreditda 100% to'langan 3 xonalik domlarda ham shaxsiy, misol uchun o'sha odamlarni o'zini eski hokimiyat orqasidagi yoki bo'lmasa umuman boshqa eski domlarda ham 3 xonaliklarini 35 ming dollar deyishyapti. O'sha 35 ming dollarga 3 xonalik dom narxlangan bir pallada sizga mana tashqi fasadini ko'rsatib o'ting. Tayyor, umumiy. Nechta xonasi bor buning ichida? 3 xona, bir teraskali tayyor xonadonimizda. Bismillahirrohmanirrohim. Videoni e'tiboringizga havola qilamiz. Quyoshga qaragan, ayniqsa soat 12 dan keyin juda ham zo'r quyosh tushadi. Ko'rib turganingizdek, hali yangi imorat, bunaqangi bir eski imorat emas. Yangi holatdagi imorat. Mana bu yoqda bitta ko'rsatib o'ting, mana bu yoqdan bitta xonamiz. O'zi deyarli tayyor bu xona ham. Ikkita xonamiz lekin hali bez remont ekan. No, atak o'sha deyarli tayyor holatga keltirilgan. Pol, patolog bitta suvoqdan chiqarilsa bo'ldi. Eshik romlarini qo'yib qo'yishibdi. Mana bu yoqda Nezak ishlarni yaxshisidan qo'yishibdimi? Sifatli ishlar. Aytib o'tganimdek, ikkita xonasi pol patolog, bitta suvog'i qolgan faqat. Bitta xonasi tayyor ekan kirib yashashga. Endi bu narx-navomizni qanaqa belgilaymiz, narx-navomiz necha pul deydiganlar uchun aytib o'tganimizdek, bugungi kecha kunduzda Ishtixon shahri, ya'ni markazlashgan o'sha mahallalar ichidagi 3 xonalik, 3 xonadan iborat domlarimizni narxini 35 ming dollar deyishyapti. Ya'ni kelishtirib bergan, balki 33 ga berar, balki 32 mingga berar, balki 34 mingga berar. Bunisi bizga qorong'u, lekin aynan o'sha dom narxida beraman deyapti. Ya'ni necha pul o'sha dom narxida umumiy 35 ming dollar deyapmiz, lekin Shodiyor Baxtiyorovich o'sha kelishtirib chiroyli narxda qilib beraman o'sha sizlar tomonidan kelgan klientga, mayli 1-2 ming o'tib beradigan joyim bor deyapti. Endi balki 33 ga berar, aytib o'tganimdek, balki 32 ming dollarga berar, balki 34 ming, balki 35 mingni o'zidir. Ya'ni ham bilmadim. Endi kelib, o'sha Ishtixon barakali uylardan keldik desanglar, menimcha skidka qilib beradi. 35 ming holatida ham bu uyda imoratda olsa ham arziydi, lekin 1-2 ming arzoniga olsangiz вообще zo'r. To'g'risi. Qulay lokatsiya, maktab yaqinroq, bog'cha bor, to'yxona yaqin. Shundoq chiqasiz sentrga bir 10 minutlik yo'l, peshkom yursangiz, mashinada yursangiz, taksida 5 minut, 2 minutda yetib borasiz. Gaz, svet, suvda muammosi yo'q. Buloq boshi, gaz, patolog 1 metr yonadi, svet buloq boshi, bu yer svet ham zo'r yonadi. Tok yaxshi, suv yaxshi, xo'p, ichimlik suvi bor, yeri unumdor. Ko'rib turganingizdek, mana uchastkasi ham bor. Agarot qismi ham bor. Mana yerdan oshxona bir narsalar, hammom qilsangiz ham, mana bu yog'i tayyor uy ekan. Tomondan bitta devor tortasizlar. Tamom. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib 24 soat aloqadamiz. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu xonadonimiz bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib, aloqaga chiqib, olib kelib ko'rsatamiz. Agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha chiroyli narxga baraka qilib berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorovich, maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi mana shunday arzonroqqa bizga uchastka kerak deganlar uchun bu videoni aynan tashlab qo'yishni esdan chiqarmanglar. Domda narxida uchastka olsanglar, menimcha yomon emas.